umri ibodatiga boradigan bo'lsangiz, sizni mashaqqatga qo'yadigan ham va yengillik beradigan ham bu joylashayotgan lokatsiya bo'ladi. Ya'ni siz haram hududiga qancha yaqin joydan oladigan bo'lsangiz, shuncha yengil ibodatlarni maza qilib qilasiz. Qancha uzoq mehmonxona bo'lsa, shuncha qiyin bo'ladi. Centrum Holidays kompaniyasi aynan sizga 3 ta top haram hududiga kirgan eng yaqin mehmonxonalarni tayyorlab qo'ygan. Birinchisi Jumayra, ya'ni Jabal Umar 70 metr masofada joylashgan. Adres mehmonxonasi hozirgi ko'pchilik borayotgan odamlar biladi, juda ham yaqin joylashgan. Uchinchisi bo'lsa Al Eba mehmonxonasi. Aka, shuncha pul topasiz, o'zingiz bormoqchi bo'lsangiz, ota-onangizni jo'natmoqchi bo'lsangiz, ozgina puliga qaramasdan shu mehmonxonalardan oladigan bo'lsangiz, ibodatning lazzatini sezasiz. Ya'ni shunday tushingiz bilan mehmonxona harammi yonida joylashgan bo'ladi. Agar siz ham shu mehmonxonada yashab ibodatlarni maza qilib qilaman desangiz, pastdagi raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqib, joyingizni band qilishingiz mumkin bo'ladi.